kvadrat ildiz, to'g'rimi? Qaraymiz. Bu nima degani? Ildizni oldik, darajaga bog'laymiz, darajaga. Agar esimizda bo'lsa, daraja nima qilardi sonda? Masalan, 2 ni 3-si, to'g'rimi? Nima bo'ladi bu? 8, to'g'rimi? Daraja sonini ko'taryapti, to'g'rimi? Ko'taryapti. Ana shu ko'tarilgan sonni ildiz nima qiladi? Kvadratga tushiradi. Tushiradi. Tushunarli? Ana daraja sonni ko'tarsa agar ildiz nima qiladi? Tushiradi. Tushunarli? Daraja bilan ildiz nima? Bir-biridan qarama-qarshi. Endi masalan qarang. Biza 2 lik kvadrati teng nima deymiz? 4, to'g'rimi? Endi ildizni belgisi endi yuqoriga bo'lmaydi. Ildizni belgisi anaqa V shaklida, tushunarli? Ildiz 4 masalan. 2. 4 nimani kvadrati? 2. 2 ni, tushunarli? Ildiz 144. 12 lik kvadrat. To'g'rimi? Qarang. Xo'p, daraja agar sonni ko'tarib bersa, ildiz nima qilar ekan? Tushiradi. Tushunarli? Xo'sh, endi qarang. Xuddi bizani xo'p 2 ni 2-si, 2 ni 3-si, 2 ni 3-si va hokazo 2 ni 10-si bor, to'g'rimi? Bunga qarang. Agar ana bu joyda son bo'lmasa, bilingki bu 2 tushunarli. Bu kvadrat ildiz, tushunarli? Ildiz 9 3 chiqadi. To'g'rimi? Xo'p, endi 2 dan o'zi katta sonlar bor, katta sonlar. Ularga nima qiladi? 3 qo'yadi. Tushunarli? 27. Nima chiqadi bu? 27 qaysi sonning kubi? 3'ni. 3nimi? 3, tushunarli? Yoki buni qiladi-da, nima qiladi? 5 qo'yadi. 32. Xo'p, 32 qaysi son? 5-darajasi. 5-si. 2 mi? Tushunarli, ha? Nima ekan? Siz aytasiz. 3 ildiz osti 27. 5 ildiz osti 32 yoki ildiz osti 9, tushunarli, ha? Son sizsiz agar ana bu yerda son bo'lmasa, faqat 2 ni bildiradi, tushunarli, ha? 2 degani 9 qaysi sonning kvadrati. 27 qaysi sonning kubi. Tushunarli, shunaqa narsa. Tushundingmi? Ildizni qanday bilishini? Son qo'ydingiz-ku? Qayerga? Ildizdan. Ustugami? Bu xuddi darajanda, masalan, biz oddiy darajaga 2 ni 1-si bor, 2 ni 10-si bor, 2 ni 7-si bor, to'g'rimi? Ana bu kvadrat bilan darajasi bor. Bu 30 osti, ya'ni 27. Bu 5 osti 32 yoki bu 100 osti 9. Ya'ni Nima javob chiqdi? Qara. 32 qaysi sonning 5-si? 2. 2, to'g'rimi? Yoki 27 qaysi sonning 3-si? Tushundingmi? Masalan qara. Ildiz ko'p, 164. Aytgan endi bu nima aytadi? 16. 64. Qaysi sonning 4-darajasi? 4 nima bo'ladimi? 4. Tushunarli, ha? 4 ni kelgan. Bu sefer. Ammo. Xo'sh, endi qarang. Ildiz bilan daraja aytdiga nima ekan? Qarama-qarshi. Prespositsiya, tushunarli, ha? Qarama-qarshi. Masalan, endi qaranglar. Ildiz osti 4 ni kvadrati. Sus kvadrat qolsa bo'ladimi? 4 bo'ladi. Kvadrat qolsa bo'ladimi? Qolsa emas, ildizlar, to'g'rimi? 4. Bu qaysi ildiz? 2. 2 to'g'rimi? Agar bo'lmasa 2 deydi, to'g'rimi? 2 bilan 2 qisqaradi. Tushunarli, ha? 4 qoladi. Xo'sh, masalan qarang. 5 ildiz osti 10 asosida 3. Maqolamiz bunga? 10 bilan 5 so'radi, qisqaradi. 2 bo'ladi. 10 bilan 5 qisqaradi, 2 qoladi bu beradi. Bu 9. Ikkinchisi qoldi. Javob 9 ekan. Masalan, xo'p, 16 ildiz osti 9 ni 8-chi masalan. Nima qilamiz? 8 bilan 16 qisqaradi. Qisqaradi. Bera qiladimi endi? 2. Ildiz osti 9 bo'ladimi endi bu? Uch. Ha? To'g'rimi? 3 bo'ladi. Javob chiqadimi? 3. Tushundik, ha?
ildiz bilan nima qiladi? Daraja qisqarar ekan. İki koy bitti kızsız. Ana, nima qilardik? Agar berason qo'ymasang nima bildiradi bu? İkini. Tushunarli. Qo'yamiz tushuntiradi. Tushunarli, ildiz. Shuning o'tir. Xo'sh. 0.25 deyapti. Ko'paytirilgan izosti 0.25. Xo'p, qarang. Bunaqa savollarga 0.25 mi? Ha? Nima qilishimiz qarang. 25 nima qiladi? 5. 5 ni so'rama. Demak, bundan 0 bo'lgani uchun 0.5 chiqadi. 0.5 chiqdimi? 0.25 ko'paytirgan 0.5. Xo'p. Buni javob nima chiqadi? 0.125. Tushundingmi? Bu nima ekan? Kvadrat ildiz. Xo'p, tushunarlimi? Bu boshlang'ich tushunchalar tushunarli, ha? Yaxshi, davom etamiz. Nima qilamiz? Yozib oling. Pauzamiz. Endi ildiz dedik. Xo'p, kvadrat dedik, to'g'rimi? Endi kvadrat ildiz. Kvadrat ildiz. Xo'p, agar esimizda bo'lsa, daraja juft bo'lsa, bu nima edi doim? Doim nima edi? Musbat. Musbat, to'g'rimi? Demak. Xo'p, kvadrat ildizga ham agar ana bir 2 va umuman olganda ana shu juft so'rlar bo'lsa, mana 2 ildiz, 4-ildiz juft so'rlar bo'lsa, ana A bo'lku ildizni ichi. Ildizni ichi doim katta yoki teng nol. Tushunarli, ha? Masalasiga keladi. Ildiz osti x deydi, to'g'rimi? Topish kerak. X ni bizga nimasi kerak? Qaysi son x deydi, qaysi sonlarni qabul qilib biladi. To'g'rimi? Biz nima deydi bu paytga? Biz shuni olamiz, ana x ni ildizni ichi katta yoki teng nol deymiz. Demak, x faqat 0 dan nega katta so'ra, tushunarli, ha? 0 maksimum, ya'ni qarang. Ildiz osti -7 degan narsa haqiqiy son emas, tushunarli, ha? Bu nafa son yo'q degan. Tushunarli, ha? Nima ekan bu? Haqiqiy son emas. Son emas. Umuman olganda bunaqa narsa yo'q, tushunarli, ha? Ildiz osti -7 narsa yo'q. Xo'p, kub ildiz osti -9 degan narsa bormi? Yo'q. Bormi? Savol. Yok. Yo'q, o'zbek. Qo'rqib ustoz bo'lishi mumkin. Bormi? Kub ildiz osti -7 bor. Nima uchun? Chunki masalan qarang. -3 ni kubi nimaga teng kubi? -27 ga. -27. Xo'p, kubdan minus chiqdimi? Bunga farqi yo'q. Yo, kubingizdan nima bo'lar ekan? Minus chiqar ekan. To'g'rimi, ha? Faqat nimaga chiqmas ekan? Kvadratlar. Juft olmang. Juft emas. Agar daraja juft bo'lsa, nima chiqmas ekan. To'g'rimi, ha? Xo'sh, sizga aytaman, masalan qarang. 6x - 1. Bundan so'rayapti. X qaysi songa qabul qilishi mumkin? Nima qilamiz? Ildizni ichi nimaga teng? Ildizni ichi 5 ga. X katta nima ko'ryapsiz? kichik 0 ga. Ana shira ildizni ichiga nima ko'ryapsiz? 6x musbat. Ildizdan chiqarsa biladimi? 6x nisbat ko'ramiz, to'g'rimi? Shuni deyman, katta nollar. Ildizni ichiga nima ko'rsangiz, shuni olasizda katta yoki teng nol. Katta yoki teng. Demak, 6x katta yoki teng 1, x katta yoki teng 1 taqsim 6. Ana. Demak, x demak 1 taqsim 6 dan nima so'raydi ekan? Katta sonlar. Tushunarli, ha? Xo'sh, yana savol beramiz bu yerda. Savolni qarang. Ildiz osti 2 - a. Ildiz qachon ma'noga ega? Ildiz qachon ma'noga ega? Savol. Nima qilamiz bunga? Ma'noga ega bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Ma'noli bo'lishi. Javob chiqish kerak, to'g'rimi? Javob chiqish kerak. Qachon javob chiqmaydi ildizni? 0 bo'ladi. Ana bu ichi nima bo'lsa? Minus. Ha, demak men nima qilaman? Mana 3 qarang, gapning ma'nosi bir xil. Demoqchiki, a'ni pishiradilar. Ya'ni a qaysi qilib qabul qilishi mumkin. Nima deyman? 2 - a nima deyman? Nima deyman? 2
teng bo'lmasa. Katta yo'q teng. No. To'g'rimi? Minus A yo'q ketadi. A kichik yo'q teng 2 dan. Demak, A kichik yo'q teng 2 dan. Demak, A nima so'rar ekan? 2 dan 2 dan katta. Yoki Kichik. kichkina so'rashadi. A ning qiymati A 2 bo'lsa, shungacha keladi. Nima yuqoriga chiqmaydi. Tushunarli? Nima uchun? Chunki agar chiqib qolsa, nima bo'ladi? Chiqib qolsa, ana bu narsa nima bo'ladi? katta bo'ladi. Manfiy bo'ladi. Lekin biz bilamiz, ildiz manfiy bo'lmasi kerak. Tushundikmi? 1 nol bo'ladi. Yaxshi. Xo'sh, endi qara. Ildiz osti 2x minus 7 teng 1. Уже o'tamiz. Ildizdek nimalar? Teng. Qiynaladi. Mana. Qarang. Nima qilamiz bu uchun? Qaysi son ildizni birga teng? Savol, birinchi. 1 ne? Tushundim. Qaysi son? 1 ne? 1 ni, to'g'rimi? Hmm. 1 ni ildizni birga teng. Qaysi qaysi son ildizni birga teng? 1 nima? Demak, ana bu 2x minus 7 bor-ku. Nimaga teng ekan? 1gami? 2x teng 8, x teng necha ekan? 4 mi? Ana. Tushundingmi? X teng necha berdi? 4. Tushunarli, ha? O beni buni yo'llari ko'p, faqat zaten boshdan keladi. Endi qarang. Ildizlik sonlarni taqqoslash kerak, taqqoslash. Masalan, kirib turadi. Ildizosti 16 taqsim 25 plus ildizosti 9 taqsim 16. Masalan, Ildizni chiqarib keyin qo'shamiz. nima qilamiz? Hayır, bo'ladi, nima qilsam 4 bo'ladi. taqsim 5 qo'shiladi. Xo'p, nima qiladi? Xo'p, 16 dan 4 chiqadi, 25 dan 5 chiqadi. O'yda 4 shart emas. 9 dan 3 chiqadi, undan 4 chiqadi. Demak, nima qaysi bir katta ekan? 4 taqsim. 4 taqsim 5. 4 taqsim 5 mi? 4 taqsim 3. Qaysi bir katta savol. 4 taqsim. Nima qilardik? Ikkita kasrni agar mahrajga ham, surati ham har xil bo'lsa, nima qilamiz? Oson usuli 4 kira 4. 16, 5 kira 3, 15. Bu katta yo'lnimi? Mana, demak, ilizga o'zi katta ekan. Mana, xo'p, 3 iliz osti o'ng. Nima katta shu yerda? O'ng katta. O'ng katta. Shira o'lgan son bormi? Yo'q. 5 mi? Necha bor beradi? Nisham yo'q bu yoqda. Bera o'ng yo'q, bera iliz osti o'ng boshlangan, iliz osti o'ng bor. Iliz osti o'ng bilan o'ng farqi juda katta son, tushunarli-a? Demak, 3 katta, bu katta, qasam 3 katta. 3 katta. Savol. Yo'q, o'ng katta, ilzot o'ng katta. 3 katta. Iliz osti o'ng katta. Qarang. 3 degani iliz osti 9 deganimi? Bu iliz osti qancha katta ekan? Bu katta ekan. Nima? Agar siz iliz bilan sonni xo'p, taqvis kerak bo'lsa, nima qilamiz? Yo bittasini ham ilizga kiriting, yo ikkalasini ham nima qiling? Kvadratga oshiring. Nima? Unaga to'g'ri qilishadi. Yaxshi. Qisqa so'raymiz. Ildiz osti minus A. Xo'p. Ana shu ildiz ma'noga ega bo'lishi uchun A ni qiymati nima bo'lishi kerak? A ni qiymati qanaqa bo'lishi kerak? Savol so'rayman. Minus shundan ildiz chiqishi mumkinmi? Minus 1, minus 2, minus 3 shunaqa bo'lishi kerak. Ha? Hadi. Javobingizni umumlashtir. Nima degani bu? Manfiy. Demak, nima qilamiz? Yechish yo'li. Ildizni ichini olaman. Minus A ildizni ichi, to'g'rimi? Nima bo'lishi kerak shu noldan? Katta O'tgan. Minusga bo'laveraman. Nima bo'ladi keyin? Ishora o'zgaradi, to'g'rimi? Demak, A noldan kichik teng. Tushunarli-a? Noldan kichik so'ragan. Ya'ni A nima bo'lishi kerak? Manfiy bo'lishi kerak. A manfiy bo'lgandan keyin ana bu oldagi minusni nima bo'ladi? Minus yo'qoladi. Tushunarli-a? Tushunding-a? Endi bu savolga qarang. 4 iliz osti minus 7 ning 4-chisi. Asli javob. Shuni ishlashga savol uzun.
4 bilan 4 qisqaradi. 4 bilan 4 Qisqaradi. daraja ildiz. Nima qilish kerak? Qisqaradi. Qisqarish kerak. Xo'p, undan keyinchi Keyin 7 plus javob chiqadi javob. Minus 7 katta 2 teng 0 ga 7'nin o'zi chiqqan darajada anavi juft. Qarang. Agar bunaqa songa mana darajam juftmi darajam, to'g'rimi? Hozir reja bo'yicha nima chiqish kerak? Chiqish kerak, to'g'rimi? Chiqish kerak reja bo'yicha. Endi qarang, lekin juft darajada ildizdan nima chiqmaydi? minus Minus chiqmaydi, to'g'rimi? Demak, nima qilaman? Ana minusni yo'qotib chiqaraman. Chunki shuna qilsam, hech narsa o'zgarmaydi va hammasini biladi. To'g'ri chiqadi. Tushunarli? Xo'sh. Bizga aytibsiz. Mana do'stga qildiramiz. N'ning 8-inchisi izohda ekan. Ifodani nima qilish kerak? Qilish kerak. Endi 4-inchisi bilan 2 bilan 8 qisqaradi. 8 beri ko'rmas 2 bor, to'g'rimi? Qisqaradi, endi boshqa 4 qoladi. Tushunarli? Xo'sh, keyingi savol. Bu savolga qarang. Zo'r savol ekan. Mana sizga savol. Nima qilamiz shuni? 2 bilan 2 qisqaradi. Va keyinchi 7 yo'g'an 1 bo'lib chiqadi. 2 To'rt bor. buni ham qisqaradi. 4 bo'lib chiqadi 7. Yo'q, ichidagi 7. 4 bo'ladi. 4 bo'lmaydi. 3 chiqadi javobi. 3 chiqadi. Nega 3 chiqadi? Minus 2 bölmeyin nusus. Minus 2 bölmeyin. Buni İki. ham anavi qilgan ildiz qilamiz. İki minus Yo'q, bölmeyin. qara, bunga tegirilmaysiz. Bunga tegirilmaysiz. Chunki bu nima? Aysiq to'g'rimi? Ildiz bu son. Qarang, 7 ta ildiz chiqadimi? 7 ta ildiz chiqadimi? Yo'q, nima hech nima qilmaysiz. Qarang. Buni javoblanish kerak. Qisqarib ketdi, to'g'rimi? Ildiz 7 ayirgan 3 chiqish kerak, to'g'rimi? Rajab ishi. Lekin ana shu ifoda qanaqa bo'ladi? Musbatmi, manfiymi? Musbat bo'ladi, chunki 2 juftku. 2 juftku nima degani bu? Ana shu ifoda hozir nima turibdi? Manfiy, musbatmi? Savol. Musbat. Hisoblan, qara, ayirishda javob manfiy bilish uchun bu kattami, bu kattami? Bu katta. 3 katta. 3 kattami? Kichik sondan kattasini ayirsa nima chiqadi javob? Manfiy, to'g'rimi? Lekin menga javob manfiy emas kerak, to'g'rimi? Manfiy emas kerak. Demak, nima qilaman? 7 minus katta 2 teng 0. Buni javobni ayirib chiqaraman. 3 ayrilgan ilosi 7 deyman. Ana endi bu paytda javob nima chiqadi? Musbat chiqadi, tushunarli? Mana shu kerak. Tushunarli? Shunga e'tibor qilasiz. Qisqartiribsizmi? Elingizdan chiqayotgan narsa nima bo'lishi kerak? Musbat bo'lishi kerak, tushunarli? Agar manfiy bo'lsa, yo joyni o'stirasiz, yo oldin nima qo'yasiz? Nima qo'yish kerak bo'ldi? Minus. Minus qo'yish kerak. Tushunarli? Yaxshi. Demak, qarang endi. Sizga aytyapmiz. Ildiz x minus 5 ning kvadrati. Shuni o'sib chiqish kerak, faqat shart bergan. X degan 5 dan kichkina. Nima qilamiz shunga? Shuni o'sib chiqish kerak, qausni. Qaus degan ildiz o'sib chiqish kerak. Nima qilamiz? Ikkalasi qisqaradi. Yana shu bu bilan ildiz qisqaradi, to'g'ri, nima chiqadi? X minus 5 to'g'ri, buraga bo'yicha. Lekin x qanaqa son? 5 dan kichik. 5 dan kichik son, to'g'rimi? 5 dan kichik sondan 5 ni ayirsa nima chiqadi javob? Minus chiqadi, to'g'rimi? Demak, nima qilish kerak buni? Manfiy qilish. Buni joyiga almashtirish kerak. 5 ni chiqarish kerak. Tushundingmi? Hammasi nimaga bog'liq? Shartga bog'liq. Tushunarli? Masalan, endi faraz qilamiz, sizda shu shart yo'q. Shart yo'q. To'g'ri? Masalan, shu kerak. A plus 3 ning nimasi? Kvadrat, to'g'ri? Sharti yo'q lekin. Nima qilamiz endi javob chiqarish uchun? Kvadratına 50 sarardı. Minus emas. Sus kvadratına 50 sarardı. Ha, keyinchi A plus 3 çıkadı. A plus chiqadi, to'g'rimi? Endi qarang, masalan, endi o'zi bu narsa A plus 3. A plus 3. Ana shu ifoda manfiy bo'lishi mumkin, manfiy bo'lishi mumkinmi? Yo'q.
mumkin emas. Menga o'zi aniq buni shart berilganmi shartda? Yo'q. Ha, yo'q. Shart berilmagan. Demak, o'zidan xolasini qo'shishim mumkinmi? Ha? Demak, o'zi bera a teng minus 1000 ga bo'lishi mumkinmi? Ha. Ha? A teng bo'lsa 100 ham bo'lishi mumkin. Chunki nima yo'q, shart yo'q, to'g'rimi? Nima qilamiz? Endi savol. Bu paytda nima kerak bizga yordam? Nima kerak savol? O'ylanishni bitta shu mavzuni o'tdik, yaqinga o'tdik shu mavzuni. Modulmi? Modullar, to'g'rimi? Menga javobim buni ham biladi. Shunday, ana endi ana nechini qo'ysam, boshqa javob. Plyus chiqadi. Bu qachon kerak bo'ladi bizga? Shart yo'q. Shart yo'q aslida. Hech qachon urgan paytingiz shuni o'zini chiqarib qo'ymas, shunday. Nima ish kerak bunda? Modul. Shart bo'lsa, agar shartga qarab chiqarasiz, shart bo'lmasa-chi? Modul O'zi beramiz. chiqadi. Shunday. Hech qachon o'zi chiqib qolmaydi ish. Tushundingmi? Endi qarang, bunaqa savollar beryapti. Izosti 3 A ni 6-chisi. 2 bilan 6 qisqara. Xo'p. Endi qarang, nima qilamiz? Bunga qaraymiz. 3 dan nima chiqadi? 3 dan. Yo'q. Yo'q, chiqmasa, chiqmaydi 3 dan. Xo'p, 3 dan chiqmasa, 3 ni qo'yib turamiz. Ilizot turadi bu. 27 A bilan. A ni 6 dan nima chiqadi endi? A ni 6. Yani okudum. A ni 3-chi. A ni 3-chisi. Ko'pi. Demak, javob A kub izosti kara 3 dan. Ya'ni bir qismi chiqishi ham mumkin ekan, tushunarli. Xo'p, endi qarang. Masalan, savol berib sizga. Y teng izosti x kvadrat minus 2x plus 1 plus izosti x kvadrat minus 6x plus 9. Masalan, shu kelyapti. Xo'p, bizlarga shart bergan. X degan birdan katta son. Birdan katta son. Xo'sh, nima qilamiz shu masalan? X birdan katta son. Nima qilamiz shunga? Neyse, kvadratla ketadi. Yo'q, qanaqa qilib ketmaydi bunda. Xo'p, esimizdan bu nimaning formulasi bu? A plus. A plusmi? X plusmi? A plus B. Ana bu narsa x plus 1 ning kvadratimi? To'g'rimi? To'g'rimi? Xo'sh. Bu narsa-chi? Bu nimaning formulasi? X plus X katta X plus 3mi? X minus 3. X plus 3, to'g'rimi? Bu yerga qaraysiz, x biraga 9 ning 3 chiqadi. 3 ning nimasi? Kvadrati, to'g'rimi? Ilizi bor buni. Xo'p, bu bilan biram nisbat, to'g'rimi? Nisbat. Bu bilan bu qisqardimi? Nima chiqdi? X minus 1. X birdan kattami? Ha. Demak, o'zi chiqadi. 1x dan x minus 1 chiqadi. Xo'sh, endi ikkinchisidan. Xo'p, nima chiqaraman bu ikkinchisidan? Uzun chiqarasiz. Yo'q, nima chiqaraman? Savol. Bu nima? Qarang. X nimadan katta son? Birdan. Birdanmi? 3 danmi? Birdan. Birdan, to'g'rimi? Bu payt nima qilaman bu payt? Qarang, bu payt. Hozir x 2 ga teng bo'lishi mumkinmi? Ha? Lekin agar 2 agar bir 2 ni qo'ysam nima bo'ladi? Minus 1. Minus chiqadi, to'g'rimi? Demak, qarang, minus chiqish ehtimoli bormi? Nima qilaman demak? Modul. Chiqaraman. Plus nima? Modul x plus 3. Tushunarli, ha? To'g'rimi? Endi qarang, keyingi shart. Yana xuddi shu narsa. Y teng izosti x kvadrat minus 2x plus 1 plus izosti x kvadrat minus 6x plus 9. Endi x kichkina bilan yo'q. Nima qilamiz buni? X bilan kichkinasi. Minus. Yo 0 bo'ladi, yo minus bo'ladi. Birdan kichkina yo'q, son degan ketdi uchakisda birdan kichkina to birdan boshlanadi, to nuqaracha Minus minus x gacha. To'g'ri teskarisi. To'g'rimi? X bilan Bu narsa yana x minus 1 nimasini kvadratini kvadrat. ilizi. Bu narsasi x minus 3 ning kvadratini ilizi yana. To'g'ri bo'ldimi? Xo'p. Yana bu bilan bu qisqaradi. Endi javob nima chiqadi ilizdan? X minus 1. Kamayishdi.
Boshqa. Shart berilgan, shart. Shart. 1 minus x mi? Ha, 1 minus x nima uchun? Shartda x nimadan kichkina? Ha, 1dan Birdan kichkina. Demak, birinchisidan 1 minus x chiqadi, ikkinchisidan-chi? Nima chiqadi? İkincisinden O'zim. 3 minus x. 3 minus x chiqadi. To'g'rimi? Nima uchun bunday bo'ldi? Çünkü x küçük burada. Ha, chunki birdan kichkina, ya'ni etib qo'ysam, nima chiqadi? Ifoda manfi chiqadi, to'g'rimi? Manfi chiqadi degani Teskari. joylashim kerak yoki nima qilaman oldiga minus qo'yish kerak. Demak, endi 1 plus 3 bu 4, minus x bu nima? Minus x. Tushundingmi? Ha? Tushundingmi? Xo'p, tushunamiz yaxshi. Demak, qara. Xo'p, shu shart niye davom bor ekan? Yana davom bor ekan. X 1dan katta ekan, 3dan kichkina ekan. Xuddi shu narsani o'zgani. 1dan katta, 3dan kichik degani nima degani? 2. Ana bundan plus chiqadi degani, bundan-chi? Minus. Minus. Tushunarli, ketdik. Buni o'zini qo'yamiz. Öyle. Plus x minus 3. Plus 3 minus x'mi? Nima uchun bunday qildim? Chunki 1dan katta 3dan kichik son degani, ana bundan plus chiqadi degani, bundan minus. Xo'p, buni o'zini chiqarish kerak degani, buni-chi? Teskarisi. Teskarisi emas, joylamasdan. Tushunarli. Teskarisi degani u kasrda bo'ladi, chapga bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, endi x qisqa ketadi, minus 1 plus 3 javob chiqadi. Tushundingmi? Endi misol ishlaymiz. Izosti 65 kvadrati aylanib 63 kvadrati. Xo'p, tushunganlar qilamiz shunga. Formula qilmaysiz-da, formula. 65 A minus kvadrat. 63. Izostida 65 ayrilgan 63, 65 qo'shilgan 63. Birinchisi ilizostda 2 ko'paytirish bu nima bo'ladi? 128 mi? Xo'p. Demak, nima ekan bu javobi? Uç yüzü 256 en orta ekan javobi. Tushundingmi? Yaxshi. Demak, ko'p savol shunaqa qilish kerak. Hisoblaymiz. Izosti 2 1 taqsim 4. Xo'p, buni qanaqa hisoblaymiz? kasır kılamayız. Beramiz. Bu bilan 9 taqsim 4. Bu degani 3 taqsim 2 mi? Tushundingmi? Yaxshi. Bir yarım. Tushungan bo'lsak, tushungan bo'lsak, endi ildizni bir ikkita xossalari bor, shuni ko'ramiz. Ildiz xossalari. Masalan, qarang, sizni ildiz bor, o'sha ildizning ichiga a kvadrat bor. A kvadrat b bor, to'g'rimi masalan? Kvadrat. To'g'rimi? Yani. Kvadrati borligi bor-ku, agar u yerga nima bo'lsa, qarang, kvadrati borligi chiqadi. 2 ni bera, ana bera o'tish payti 2 ni bu nima qiladi? Olib qoladi. A izosti b qolar ekan. Tushunarli-mi? Endi xuddi shu teskarisi. Sizdan uchun x bor, izosti uchun y z turibdi, to'g'rimi? Ha? Siz endi nima qilishingiz kerak? Ichga kirish kerak, to'g'rimi? İçkari kiradi, ana bu kirayotgan payt bera 2 bormi? İkini o'zi 1 bilan bor, beradi. to'g'rimi? 1 kara 2 izosti x ni kvadrati y z deb turadi. Tushunarli? Chiqishda ikkisini qo'yib chiqadi, kirishda Olib. ikkisini olib kiradi. Tushunarli? Tushunarli savollar. Xo'sh, endi qarang. Buni son bilan ko'ramiz. Agar x'ni 5-chi bo'lsa-chi? Xo'p, yaxshi savol. Qarang. X ni 5-chi turibdi, x ni 5-chisi keyin y turibdi. To'g'rimi? Y ni kubi deydi masalan. Turibdi. X ni 5'e, x ni 5'e kadar cüz oldu, to'g'rimi? Nasıl biladimi buni x ni? X 4'te y ni kvadrat deyman, kara x kara y diyor.
Nima uchun bunaqa qilyapman? Qarang. Manga bu 2 bor, to'g'rimi? 2 bo'lgani uchun ana bu daraja ham bo'linishi kerak, to'g'rimi? Mana shuni 4lik qildim, 2lik qildim. Nima uchun? 2 ga bo'linishi uchun, tushunarlimi? Keyin ana bu qolib ketgan, ana x dan bitta qoldi, ana x, y dan ham bitta qoldi, ana y. To'g'rimi? Ana endi nima qilaman? X ni chiqaraman. Bera 4 bormi? 4 ta bo'ldi. Ana 2 ga bo'linadi. X nimasi chiqadi? Kvadrat chiqadi. Y kvadratdan deraja keladi-yu, x ni qo'yib nima chiqadi? Y chiqadi. Va ildan nima qiladi? X kvadrat y qiladi. Mana tushundingmi? Tushundingmi? Chiqarayotgan payt qo'lda qo'yib chiqib ketadi, tushunarli? 5 tami, demak 4x4 chiqishi mumkin, x o'zi qoladi. Tushunarli? Xo'sh. 75 a kvadrat. Shundan ildiz chiqarish kerak. Yoki ildizdan bu dishlarni chiqarish kerak. Nima qilamiz endi masalan? Nima qilamiz endi? Nima qilamiz? 75 ni nima deyman sana? 75 ni ichiga birorta bir sonning kvadrati bormi? Bormi? Yo'q. 3 kara 25 bor-ku. To'g'rimi? 3 dan endi chiqmaydi. Bundan Chiqadi. 5 chiqadi. Bundanchi? A. A o'zi chiqadimi? Ha. Xo'p, nima qilib izni chiqadi? 3. 5a izosti 3. Tushunarli, ana shu. Xo'sh, keyingi savolga qarang. A izosti A. A ni ichiga kiritish kerak. Nima qilamiz? Ani kvadrat o'zgaradi. Ana bu A ichiga kirish payti izosti A kvadrat kira A bo'ladi. Buni o'sha javobi izosti A kub bo'ladi. Tushunarli? Xo'p. Sondan taqqoslash kerak. 2 izosti 3. 3 izosti 2. Nima qilamiz? So'rdir. Ildiz ichiga kirdidan so'lana ketamiz. Ildizni kiritaman, to'g'rimi? 2 ni kiritsam nima bo'ladi? 2 kvadrat. Xo'sh, 4. ildiz 12. 12. Bungacha? Ildiz 18. 18. Nima katta, qaysi katta? Ildiz 18. Tushunarli, ha? Bunaqa savol nima qilar ekanimiz? Ildizni ichiga kiritamiz, tushunarli, sirali. Keldik. Xo'sh, bu savolga qarang. 2 taqsim 3 ildiz ostida 9x ni kubi plus 6x ko'paytirilgan x taqsim 4 xo'sh minus x kvadrat 1 taqsim x. Ana savol ishlash kerak. Ifodani nima qilish kerak? Ifodasiz kerak. Nima qilamiz? Bir boshdan kelamiz. Mana ana bu 3 ichkaridan 9 dan nima chiqadi? 3. 2 taqsim 3 o'zi bor edi. 9 bizdan 3 chiqdi. X kubdan nima chiqadi? X o'zi. X. X o'zi chiqadi. Bitta x nima bo'ladi? Ichkariga qoladi, to'g'rimi? X chiqibdi. Nima qoldi izni ichiga? X qoldi, to'g'rimi? Xo'p, plus 6x o'zi bor edi. X dan chiqmaydi, to'g'rimi endi? Bilmaymiz. 4 dan chiqadi endi. Nima chiqadi? 2 1 taqsim 2 mi? 1 taqsim 2. Nima qoldi ichiga? X taqsim. Minus. Endi qarang. Bunga chiqmaydi, to'g'rimi? Buni nima qilaman endi? Kiritaman endi. Xo'p, agar kiritsam X ni ildiz osti x ni 4 kara 1 taqsim x bo'ladi, to'g'rimi? Bu bilanmi qisqardi? Kubi qoldimi? Ha? Endi qarang, x ni kubdan nima chiqadi endi? X ni kubdan. Buni biladimi? To'g'rimi? Endi bular qisqarib ketdi. 2x ildiz osti x plus yana 3x ildiz osti nima bo'ldi? Ildiz osti x. Xo'p. Undan keyin nima bo'ldi? Minus X. x ildiz osti x. Xo'sh, endi nima qilamiz? Qarang.
esimizde bo'lsa, agar ko'p xatni xo'p, sondan boshqa qo'llarni bir xil desa nima qilardik? Qo'shishimiz, birlashtiramiz. Ana bu bir xil nimasiga orqasi. 2 plus 3 minus 1. 4 davomi. 4x. X plus x. Ana shu. Tushundingmi? Bu chiqqan oxirgi javob. Tushunarli, ha? Yaxshi. Xo'p, endi so'rashdan. 1 taqsim 2 izosti 128 plus 3 izostida 2 plus 2 izosti 72 tenglik. Xo'sh, mana shu bilan nima qilamiz? Bir 128 degani qarang. Degani nima degani? 64 ga 2 degani nima? Shuna 2 ga nima qilingki, ajratingki, bittasidan ingiz chiqsin. To'g'ri bo'ldimi? Nima chiqadi bundan ingiz? 4 ning 4 mi? 16. 60 nima kvadrati? 8. Barakat qilib 8 dek to'g'rimi? Chiqadi 8. 1 taqsim 2 karasi 8. Izosi nima qolib ketdi ilgizda? 2. Plus. Bundan ishtima chiqmaydi ham, kirmaydi ham, to'g'rimi? Shart emas. 3 izosi 2. Plus. Bundan-chi 72 ham shunaqa qilsin kerakki, nima bo'lish kerak? Shuna 2 ga bo'ringki, bittasi ildiz chiqsin. Xo'sh. Xo'sh. Javob. 2 kare 36 kare 2 to'g'rimi? Hoppa. 36 kare 2 to'g'rimi? Xo'p, 6. nima chiqadi? Bu bo'ladi. 2 ko'paytirish 6 izostida 2. bu qisqarib ketdi. 4 izostida 2 plus 3 izostida 2 plus 2 izostida 2. Xo'sh, opsiya javob nech bo'ladi? 7. 4 7 12. 19. 19 izostida 2. Tushundingmi? Ha? Xo'sh, tushungan bo'lsak, yaxshi. O'zgarma, tez so'rabdi, ha? O'sha.